Assalomu alaykum, doktor Pardayev klinikasining xizmatchilari. Bugungi kunimizni ham boshlab oldik. Bugun bizda rejalashtirilgan endoskopik bipartal usuldagi kam nazik hamda kam travmatik bo'lgan operatsiyalar rejalashtirilgan. Birinchi operatsiyamizni ham boshlaymiz. Birinchi bemorimiz Samarqand shahridan Ustavov Farruh bizga L5S1 sohasida katta sekvestrlangan disk cho'rasi bilan murojaat qilib kelgan. Oyoqlarida kuchli og'riq va uyushishlar bilan hozirda biz bemorga endoskopik bipartal UV usulida jarrohlik amaliyotini bajaryapmiz. Doimiy bemorga chap oyoqda og'riq berib kelgan. Ajinasi bemorimizda L5S1 sohasida nisbatan usul bo'yicha olib tashladik. Operatsiyamiz 45 minut davom etdi. E'tiborlaringiz uchun bemorimiz ertaga bemor turib yurishdi. Operatsiyamiz bemorimiz 24 yosh, tashxisi L4 L5 sohasida katta sekvestrlangan disk cho'ra borligi bilan hozir bemorimizga bipartal, ya'ni UV usulda olib tashlaymiz. Disk cho'rani kesmasdan anesteziya orqali. Operatsiyamizni kuzatib boring. Batafsil ma'lumotlar berib boramiz. Bugun o'tkazilgan operatsiyamiz, ya'ni L4 L5 sohasida katta sekvestrlangan disk cho'ra bor. Bemorning chap oyog'ini qisib qolgan. Doimiy og'riq konservativ davolangan bir necha marta, lekin bemorga hech qanday o'zgarish bermagan, naf bermagan. Bugun bemorimizga endoskopik UV usulida olib tashlaymiz. Bunda fikircha to'liq olib tashlaymiz. Bemorimizda L4 L5 sohasidan disk cho'rani sekvestrlangan katta disk cho'rani olib tashladik. Bemorimizga ertadan turib yurish